Davom etamiz. Demak, 116-2 mavzumuz fazoda koordinatal sistemasidagi nuqtani simmetrik ko'chirish mavzusi ekan. Demak, bizlara qandaydir bir A degan nuqta beriladi, x, y, z da. Bizlarni shuni aytadi. Qaysidir o'qqa nisbatan, qaysidir tekisliga nisbatan simmetrik ko'chirib ber dedi. Shunday bo'lgan bo'lsa, bizlarni javobimiz nechik bo'ladi? Misol tariqasida ko'rib o'tamiz. Masalan, shu A, x da, y da, z degan nuqtani o, x, y tekisligiga nisbatan simmetrik ko'chir desa aytamiz. Qaranglar. Bir de o'zi necha dona o'q boradi? Albatta 3 dona. Demak, birinchisi x o'qi, ikkinchisi y o'qi, uchinchisi z o'qi. X, y aytilgan, qaysi bir o'q aytilmagan? Albatta z o'q aytilmagan. Demak, biza o'sha A, x da, y da, z degan nuqtani o x, y ga nisbatan simmetrigini topchak bo'lsak, bu qanday bir A1 nuqta bo'lib hosil bo'ladi va qaranglar. O'sha aytilgan o'qlar bu yerda o'zgarmay qoladi. Ya'ni avval x edi, x o'qi, y edi, y o'qi. Nima aytilmagan bu yerda? Z o'qi aytilmagan. Demak, z o'qi bu yerda bo'lganligi uchun ham z dagi koordinata borligi uchun ham bu yerda minusdan z deb yozasiz. Sen bu yerda aytilmadi-da. Demak, bizda bir dona miyamizda qoida saqlanib qolsa kerak. Qaysi bir o'q, qaysi tekislik yoki bo'lmasa qaysi yer aytilmasa, ya'ni shu aytilmagan, tili olinmagan x, y ga zlari minus bir ketaveramiz. Tasavvur etinglar, masalan, bu degan nuqta bor. X da, y da, z da. Bizlar tutishun. O x o'qqa nisbatan simmetrigini topdi. Demak, o x o'qqa nisbatan simmetrigini topchak bo'lsa, qanday bu bir nuqta hosil bo'lsa, qani nima aytildi? X. Qaysilar aytilmadi? Demak, y bilan z. Ikkisidan minus beramiz. Demak, bu birimiz x da minus y da minus z. Menimcha tushundingizlar o'tdimi? Xo'p, yana bir misol ko'rib o'tamiz. S nuqta x da, y da, z bo'lsin. Koordinatal boshdan o'g'lan nisbatan simmetrigini topsa ishlaymiz. Albatta, S o'zimiz qoidalarimizga amal etamiz. X aytilganmi shu yerda? Yo'q, demak x minus x beramiz. Y ga aytilganmi? Y ga aytilganmi? Yo'q, demak minus y beramiz. Xo'p, demak minus x minus y. Qaranglar, z aytilganmi bu yerda? Yo'q, demak unga minusdan z beramiz. Tushundingmi? Demak, qaysidir bizlara nuqta berib turib, shuni nuqtaga nisbatan o nuqta masalan koordinatalar markazi yoki bo'lmasa ox degan o'qqa nisbatan yoki ox y degan tekisliga nisbatan simmetrigini so'raydigan bo'lsa, bizlara berilganlari demin duramizdan berilmagan hammasini ishorasini minus o'zgartirib chiqamiz ekan. Shuni o'zi yetarli. Endi sizlar bilan o'zingiz sinab ko'ring, misollarni o'tsak bo'ladi. Demak, qaraymiz, 116 mavzumuzni o'zingiz sinab ko'ring misoli. Bu yerda ustunda berilgan nuqtalar, bu yerdagi ustunda berilgan nuqtalar simmetrik nuqtalar, bu uchinchi ustunda esa shu hosil bo'lgan simmetrik nuqtamiz o'zi no'g'ar nisbatan simmetrik ekanligini ko'rsatdi. Qarab o'tamiz. 1 2 3 ta nuqtani ox y ga nisbatan simmetrikini topadigan bo'lsak, 1 da 2 da minus 3 bo'ladi. Sababi bu yerda z aytilmagan, demak z faqatgina minus ishorasidan o'zgargan. Demak, 2 da 4 da minus 1 degan nuqtamiz bor. Shuni o x z nisbatan simmetrik ko'chirishimiz kerakdan berasimiz kerak. Qaraymiz. X aytilgan, z aytilgan, nima aytilmagan? Y aytilmagan, demak bu yerda faqat y o'zgaradi. X o'zgarsa qoladi, y o'zgarsa minus 4 oladi, z ham o'zgarmasdan qoladi. Qaysi nuqta bor edi? Uni o y z nisbatan ko'chirdik. 1 2 3 ta nuqta hosil bo'ldi. Nima aytilmadi bu yerda? X. Demak, buni faqat x o'zgarib o'tgan. X o'zgarganda avval minus 1 bo'lgan. Y bilan z esa o'zgarsiz qoladi. Qaraymiz. Minus 1, minus 2, minus 3 ni nodra nisbatan ko'chirdik simmetrik va 1 da minus 1 da 2 da 3 ta nuqta hosil bo'ldi. Qaraymiz. X o'zgarganmi? Minus 1, minus 1. Yo'q. Y o'zgarganmi? Minus 2 edi, 2 oldi, o'zgargan. Minus 3 edi, 3 oldi, o'zgargan. Qaysilar o'zgargan? Y bilan z. Demak, y bilan z avval aytilmagan. Bu der bir ox o'qina nisbatan simmetrik ko'chirilgan ekan. Xo'p. Minus 1, 6, 3 ta nuqtani o y ga nisbatan ko'chirishimiz kerak. Bu yerda nima aytilmagan? X. X'imiz ishorasi o'zgaradi. Y ga aytilganmi? Havo, ishora o'zgarmaydi. Z aytilganmi? Yo'q. Demak, uni ham ishorasi o'zgarib ketadi. Minus 1 da 6 da 3 ta nuqtani o y ga nisbatan ko'chirsak, 1 da 6 da minus 3 ta nuqta bo'ladi.
Hop, qaysidir nuqta bor edi, uni OZ'ga nisbatan ko'rsatdik, bir nuqta hosil bo'ldi. Z. Qaysidirmi? X bilan Y. Demak, X bilan Y o'zgargan edi. 3 da -8 da -2. Ya'ni o'zgarganlarni o'zgartirib qo'ydim, ishonsin. 4 da 1 da -2. O dedi. O dan nima desa, koordinata bosh. Koordinata bosh deb qo'ydik ana. Bizda O X bo'lishi mumkin, O Y bo'lishi mumkin, O Z, O X Y, O Y Z va hokazo. Va bu yerda hech qanday yo'q. Demak, buni 3 ham o'zgaradi. 4 adi -4 oldi. 1 adi -1 oldi. -2 demak 2 oldi. Shu ko'rinishda bo'ladi ekan.